Hammaga assalomu alaykum. Men yurist Jonibek Abdullayev. Bugun sizlar bilan hamma eshitishga ulgurgan Reestr kontrolируемых лиц (RKL) haqida gaplashamiz. Ushbu videoda siz reyestrga kimlar tushib qolishi va qanday tartibda chiqish mumkinligi haqida bilib olasiz. Reyestrga quyidagi qoidabuzarliklarni sodir etilganda kiritiladi. 9365 qoidasini buzganlar, Rossiyaga noqonuniy kirib kelganlar, ro'yxatdan o'tish muddatini o'tkazib yuborganlar, patent to'lovlarini o'z vaqtida to'lamaganlar, 3 yil davomida 2 va undan ortiq ma'muriy jarima olganlar, RVP, VNJ yoki patent annullирован bo'lganlar, ya'ni bekor qilingan shaxslar. Reyestrdan qanday chiqish mumkin? Reyestrdan chiqish uchun quyidagi tartib amalga oshiriladi. Avvalo, nega reyestrga tushganingizni aniqlab olasiz. Shundan keyin MVD rahbari nomiga ariza tayyorlanadi, odatda yurist yoki advokat yordamida. Rossiyada qonuniy yashab turganingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlaringiz bilan yashab turgan tumaningiz OMVDning migratsiya bo'limiga ariza topshirasiz. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, ariza 15 kun ichida ko'rib chiqiladi va siz RKL dan chiqarilasiz. Agar siz reyestrdan chiqishda qiynalayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Sizni vaziyatingizni o'rganib chiqib, amaliy yordam yoki to'g'ri yo'l yo'riq beramiz.